Britaniyada 140 yil avval cho'kkan sirli kemani topishdi. Ma'lum bo'lishicha, 1888-yilning noyabrida SS Nant degan kema kuchli bo'ron paytida boshqa kema bilan to'qnashib cho'kib ketgan. 23 ta dengizchi halok bo'lgan. Qayerda cho'kkanini esa hech kim bilmas edi. Ammo oradan 140 yil o'tib, G'avozdom Robinson suv ostida singan likopcha topdi. Unda Cunard kompaniyaning belgilari bor edi. Shundan so'ng internetdan qidirib, bu aynan SS Nant kemasi ekanligini aniqladi. Tarixchi Gary Bennettning aytishicha, dengizchilar matrosgacha ishlatib kemani qutqarmoqchi bo'lishgan. Lekin kema baribir cho'kib ketgan. Atigi 3 kishi omon qolgan. Kema La-Mansh bo'g'osida 75 metr chuqurlikda topilgan. Agar shunga o'xshash ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, biz bilan qoling.